bunaqa qoyil qoladigan natijaga siz ham, men ham ishonolmaydigan holati va qoyil qoladigan holat bo'ldi. Dildora keling. Dildora nimalar qildingiz? Logo bilan 3 oyda 6 ta etapni 6 etap 3 oyda yopildi. Biz har bitta etapimizga 3 oy vaqt sarfladik, lekin bu ZPR diagnozidagi bolamiz bilan 6 ta etap 3 oyda chiqdi. Siz ham ishonyapsizmi? Shu videoni oxirigacha ko'ring va kommentariy bildirib qoling. 3 oylik natijamizni bu bolamizni hazilakam yoshda olmaganmiz, 6 yoshda kelishib boshlagan. Buyruqlarni mutlaqo tushunmagan, dialogga kirishmagan, mustaqil dinamika bo'lmagan, nomlash va so'rash ko'nikmasi mutlaqo bo'lmagan, qo'l qatordagi buzilish va exolaliya bilan kelgan bolamiz. Ana endi natijalarni ko'rsatamiz. Endi bizda shuncha narsa bor deyilyapti, endi birgalashib ko'ramiz. Fildan to'liq uchun shu topiga chiqdim. Shu yerga chiqdi. Mantiqiy fikrlar javob bera oladi. Mana bu nima qilyapti desangiz, o'pyapti deydi-ku. Quchoqlayaptimi desangiz, yo'q, opa quchoqlamayapti, o'pyapti deydi. Assalomu alaykum. Qalaysan? Zo'r. Yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Voy aqlligim. Darsga kirdingmi? Dars qildingmi? Kim senga dars o'tdi? Dildora. Молодец. Qani Dildora opa? Mana Dildora opa. Kim Dildora opa? Siz Dildora opa. Qani Shohrux? Mana Shohrux. Kim Shohrux? Men Shohrux. Buvi qani buvi? Mana buvi. Qani oyi? Mana oyim. Aha. Bu kim? Amakim. Aha, ama kinoti nima? Javohir. Bu kim? Kinayam. Kinoti nima? Muxtabar. Bu kim? Adam. Addinoti nima? Shuhrat. Молодцы. Bu kim? Men. Sanoti nima? Mana otam Shohrux. Sana isming nima? Mening ismim Shohrux. Sen necha yoshsan? Men otam yoshman. Seni yoshing nechida? Mana yoshim otamda. 5 yosh. Kim keldi? Kim keldi? Qara, kim keldi? Adam Shuhrat. Aha, bu nima? Sumka. Bu nima? Mamata. Bu nima? Jamata. Biza mashinani haydayman. O'ylasham bo'ldi. Sen mashinani nima qilasan? Men mashinani haydayman. Grammatikalardan to'g'ri foydalanyapti. Ventilator. Soqol oladigan apparat. Sen soqol oladigan apparatda nima qilasan? Sen soqol oladigan apparatda nima qilasan? Men soqol oladigan apparatda soqol olaman. Voy молодец. Nima qilibdi? Hay молодец, zo'r. Aha. Shunaqasini olib ber. O'yla. Allo. Молодец, aqlligim. Qani shunaqasi? Voy assalam. Bu jonim молодец. Aqlli bola, qara yana. Qaysi? Issiq havo, issiq. Shunaqasini olib ber, shunaqasi issiq havo. Voy молодец, zo'r. Qo'y. Qara. Biz sefga nima qilamiz? Biza sefga pul qo'yamiz. Qo'y pulni sefga. Sefga qo'y. Ha, ana молодец, yaxshi. Zo'r, zo'r. Shohrux, qara menga. Shunaqasini olib ber. Voy молодец. Shohrux, Olib ber shunaqasini. barakalla, молодец, zo'r. 5 ta ishim. Aha. Bor, adingga olib ber pulni. Mana. Mana pul. Zo'r. Aha. Ve. Ventilator. Zo'r. Se. Yaxshi. Pa. Pa. Yaxshi. Te. Te. Aqlligim. Nutq bilan tushunyapti, уже fikrlayapti, gapni davomiyligini tushunib yetyapti. Nima xohlayapman, уже bilyapti. Fe'llarni bilyapti, nomlashi zo'r. Hech nima mexanika emas, robot emas, hech nima. Mana bizda shunaqangi holat bo'ladi, mana ko'rsa har xil qilib so'radim-ku bolada. Bir xil bolalarimiz robot bo'lib qoladi. Faqat nomlaydi bo'ldi, lekin o'ylay olmaydi, fikrlay olmaydi. Buni har tomonlama bor. Qaysinga qo'yasan? Qo'y shunaqa. Aha. Yaxshi, barakalla. Qaysinga qo'yasan? Voy aqlligim. Qaysinga qo'yasan? Yaxshi, barakalla. Qaysinga qo'yasan, bolam? Voy молодец. Qaysinga qo'yamiz? Yaxshi. Qaysinga qo'yasan, bolam? Qaysinga qo'yamiz? Chunki bu hasharotlarni ham ajratadi. Tegini ham ko'ryapti. Qaysiga tapiykin ko'ryapti, zo'r. Yo'q, qaysinga qo'yamiz? Yaxshi. Qaysinga qo'yamiz? Qarab, yaxshilab o'yla. Qo'lindigiga qarab. Ha, yaxshi. Qaysinga qo'yamiz? Barakalla. Aha, qaysinga qo'yamiz, Shohrux? Aqlli bola. Boqamizni ber. Yotamiz ber. Qidirchiman. Aqlligim.
Молодец! O'shani ko'ra, ichidan qidirishni ham bilasan. O'sha ichidan qidiryapti. Shkafida ustida. Именно o'sha kategoriyadan yotamizni, o'sha predmetni qidiryapti. Zo'r. Sen qiz bolamisan, o'g'il bolamisan? O'g'il bolaman. Ustoz qiz bolami, o'g'il bolami? Qiz bola. Sakina qiz bolaman. opa qiz bolami, o'g'il bolami? Qiz bola. Buvi qiz bolami, o'g'il bolami? Qiz bola. Ada qiz bolami, o'g'il bolami? O'g'il bola. Voy, Qara, qiz bolalar молодец. nima qilishyapti? O'ynashyapti. Ashula aytishyaptimi? Yo'q, opa ashula Aytish. aytishmayapti. O'ynashyapti. Barakallah. Zo'r. Menga qara. Bu o'g'il bolami, qiz bolami? O'g'il bola. Nima qilyapti? Bo'yayapti. Nimani bo'yayapti? Telefonni bo'yayapti. Nima bilan bo'yayapti? Nima bilan bo'yayapti? Nima bilan bo'yayapti? Bilan bo'yayapti. Zo'r. Nimada bo'yayapti? Cho'tkada bo'yayapti. Молодец. Rasm chizyaptimi? Yo'q, opa rasm chizmayapti. Tur o'rningdan. Sen nima qilding? Men turdim. Sakra. Sen nima qilding? Men sakradim. Oldin harfga harf qaytarardi. Umuman tushuncha yo'q edi. Poeziya hech kim qo'rqinchli holatda edi. Eshikni ko'rganda oching deydi. Oching deydi. Ha, faqat eshikka aytadi. Misol uchun yoki idish turganda, "Men och" deyman. Sen nima qilding? Sen ochdim deydi. Buyur deyman. Idishni oching deydi. Chunki buyruqlarga endi keluvdi-da. Unaqa hali boshlamagan ekan. Bolangiz Qara. ancha tushunib qoldimi? Ha, tushunib qoldi. Chaqirsam haydab keladi. Qara, menda Buyruqlaringizni olma bor. Senda nima bor? Bor. Ikkita uchta gap qo'shib gapirib qoldi. Menda kivi bor. Menda limon bor. Senda nima bor? Mandarin bor. Zo'r. Uchib keldim. Qayerga kelding? Loqa bilimga Voy, aqlli. Kimni oldiga kelding? Loqa bit. Nima? Loqa. Laga. Loqa bitga keldim. Yaxshi. Logoped ustozining oti nima? Dora opa. Inkoron bildiradi. Dars qilasan desa, dars qilmayman deydi deb aytadilar. Bu nima? Sovun. Bu nima? Vana. Nega sovunni vanani ustiga qo'yding? Chunki sovun qamoqda Turadi. turadi. Aha. Xo'p. Krushka. Bu nima? Choynak. Nega krushkani choynakni ustiga qo'yding? Biz choyni krushkaga qo'yib suv ichamiz. Quyib ichamiz. Zo'r, zo'r. Ichamiz. Barakalla. Mosiga qo'y. Mosiga qo'y. Aha. Mosiga qo'y. Mosiga qo'y. Zo'r, zo'r. Har bitta tovushni qaytaradi, har bitta harf qaytaradi. Tushunmasdi unaqa ko'p narsani. Hozir tushunchalari bor. Mumkin emas tushunadi. Fe'llar, misol uchun instruksiyalarni tushunadi. To'xta, mumkin emas deyma. Kutib tur, kutadi, navbatini kutadi. Hojatga kirib chiqishini yur. Oyog'ingga kiy, hojatga borib kelamiz. Sen mendan oldin oyoqni kiyib, borib hojatga o'zi kirib chiqadi. Sezdim-da, bundan so'ng qarang, men bir oy usul davomida faqat yodlab beryapti-da. Narsani ko'rsa, shu narsani yodlab Yodlab beryapti-da, ha. Mana bu 3-oy уже to'liq qanaqa boshlandi, уже savol Fikrlashar mana shu, ha. shu narsa boshlandi. Aha. Shunda sezdim. Sezildi. Siz bilan общениyaga kirish boshladi. Savol bersangiz, shunda qalaysan, siz oldin qalaysan qaytaradi. O'zi hozir yaxshiman, zo'rman, shunaqa gap bor. Dialoglar shakllandi. Aytgan ishingiz qilyapti, salom ber, sen bor, sen kelsin. Aha, o'ziga kiryapti. Zo'r Zo'r. anaqa edi. Qilmasdi. Xohlamayaptimi, qilmasdi? Bular hammasini yodlatgandek aytiraveramiz bizami? Bunaqa aytirtiring, bunaqa deb aytirtiring desam keyin aytardim. Bu esa dialogik nutqga bola osonlikcha kirib olmaydi, xayoliyadan ozurg'a chiqamiz. O'shaning uchun bu oldin dialogik nutq nimaligini tushunib olish kerak. Savol javob, misol uchun sizga gapingizga javob qaytara olish. Ana o'shandan keyin sekin-sekin aytgan sari o'zi tushunishni boshlaydi desam, "Xo'p" dedilar keyin. O'zlari ham keldilar, keyin aytardilar, "Voy, avtobusdan, metrodan turib tushamizmi?" deydi. Adasiga borsam, boring, ishonmayman, unaqa demagan" deydilar. Qanaqa, qanaqa. Interpretga tushamizmi deb qarab qo'ydim. Nima deb tushamiz? Yo'q, tushmaymiz, keyingisida tushamiz. Keyin shunaqa savol javobga kirib qoldi-da. Endi ham ancha tushunyapti, to'xtani biladi. Otasi bilan ancha erkalashib o'ynashni ham biladi. Xursandman, zo'r natijada bardavom bo'lsin.